Xorazm taomlarini maromi yetkazib tayyorlagan Ichanqal'aga keldik. Bu yerda men juda ham yoqimli atmosfera va fayzli ko'rdim. Oshxonada oshpazlar mijozdagi taomlarni mazali va issiqqina borishini ta'minlab berishyapti. O'tirishga ham joylar rosa ko'p ekan. Umumiy zal deysizmi, oilaviy yoki gap o'tkazishga mos bo'lgan alohida xonalarmi, hammasi sizning ixtiyoringizda. Men ham joy topib joylashib oldim. Buyurtmalarim ham ketma-ket kelishib boshladi. Birinchisiga shivi toshi, rangli limon desa ham bo'ladi menimcha. Xamirlar dirkillab pishgan. Menga yoqdi. Undan keyin barak asarti. Buni ko'rinishini qarasangizchi, shunaqangi ishtahalar ochilib ketdi. Bay devoradigan joydan ekan. Keyin balonlarimiz keldi. Hammamizni bilgan qovurilgan baliqdan boshladim. Haqiqiy Xorazm balig'i. Mazasi yaxshi. Qiltinnonlari ham ko'p emas ekan. Bu o'z yo'liga. Mangalda pishgan baliq meni lol qoldirdi. Ayniqsa dudlangani. Miyamda chaqmoq chaqdi o'zi ham. Buni siz yemabsiz, dunyoga kelmabsiz. Undan tashqari oddiy va tamatlisi ham bor ekan. Xullas, ta'riflayman desam gap ko'p. Yaxshisi o'zingiz kelib mazasidan bahramand bo'lganingiz yaxshi. Aytgancha, bu yoqqa kelganingizda dudlangan baliqdan tatib ko'rish esingizdan chiqmasin-a? Ichanqal'a. Tavsiya qilaman. Manzil: Chilonzor, Guliston ko'chasi 17-uy. Aniq lokatsiya Telegram kanalda bor.